O'zbekiston ming yillik ilm va konchilik an'analari uyg'unlashgan yurt. Buyuk tafakkur sohiblari Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino merosi bugungi zamonaviy geologiya va mineralogiyaning mustahkam ilmiy poydevorini yaratib berdi. Bugun esa mamlakatimiz qo'ynida Mendeleyev jadvali elementlarining 90% mavjud. Yer osti salohiyati 3 trillion dollarga baholanadi. Bu zaxiralar nafaqat madanlar, balki dunyo iqtisodiyotining kelajagini belgilaydigan kritik minerallar bo'yicha ham O'zbekistonning beqiyos imkoniyatlarini ochib bermoqda. Bugun dunyo o'zgarmoqda. Energetika o'tish, yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya davrida kritik minerallarga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan yuqori. Ajdodlarimizning ilmiy jasorati va yangi O'zbekistonning ulkan salohiyati uyg'unlashgan bir pallada prezidentimiz tomonidan tog'kon sanoati, ayniqsa kritik minerallar sohasiga qaratilgan alohida e'tibor natijasida mamlakatimiz global kritik minerallar poygasining faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Ushbu tarixiy mas'uliyatni izchil va samarali amalga oshirish vazifasi esa davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2024-yilda tashkil etilgan O'zbekiston texnologik metallar kombinati zimmasiga yuklatilgan. TMK minerallarni qazib olishdan to tayyor mahsulot holatiga kelguncha bo'lgan to'liq integratsiya jarayonini qamrab olgan kon metal bozor tamoyiliga asoslangan O'zbekistondagi yagona kompaniya. Bugungi kunda TMK 25 dan ortiq muhim xom ashyo minerallarini qamrab olgan 100 dan ziyod loyihalarni upstream, midstream, downstream bosqichlarda amalga oshirmoqda. Ushbu loyihalar uchun dastlabki investitsiya miqdori qariyb 2 milliard dollarni tashkil etadi. TMK tog'kon sanoatiga yangi avlod loyihalarini taqdim etmoqda. Birgina jahon Wolfram ta'minot zanjirini to'ldirishga qaratilgan loyihalarga to'xtaladigan bo'lsak, hozirda Samarqand viloyati Nurobod tumanida Sariko'l Wolfram konini ochish, Kattaqo'rg'on shahridagi ingichka konida texnogen chiqindilarni qayta ishlash va texnologik liniyalarni joriy etish maqsadida modernizatsiya ishlari, shuningdek Navoiy viloyati Uchquduq tumanidagi Saudbay maydonida geologik qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Xorijiy va xususiy investorlar ishtirokida esa Navoiy viloyati Uchquduq tumanidagi Saritau, Samarqand viloyatidagi Xo'jaddiq, Yaxton va Kamangaron hamda Qashqadaryo viloyatidagi Gussay hududlarida geologik tadqiqotlar izchil ravishda davom etmoqda. Mazkur loyihalarning to'liq ishga tushishi natijasida O'zbekistonning Wolfram sohasiga global ulushi ortib, zaxiralar hozirdagi 2% dan 2030-yilga kelib 5.1% ga, qazib olish bo'yicha esa 0.5% dan 18.8% ga oshadi. Shu bilan birga Buxoro viloyatining Peshku tumanida TMKning Graftek Mining and Production qo'shma korxonasi tomonidan grafit bo'yicha mamlakatimiz tarixidagi ilk loyiha amalga oshirilmoqda. Loyiha to'liq ishga tushgach, yiliga 140 ming tonna yuqori sifatli grafit konsentrati ishlab chiqariladi. Bu o'z navbatida har yili 126 million dollargacha yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot yaratish imkonini beradi. Shuningdek, 2030-yilda soliqlar miqdori yiliga 320 milliard so'mga yetishi kutilmoqda. Mamlakatimizda grafit bo'yicha salmoqli salohiyatga ega yana 2 yirik istiqbolli maydonda Samarqand viloyatining Nurobod tumanida joylashgan Sazag'an istiqbolli maydoni va Qashqadaryo viloyati Shahrizabs tumanidagi Zaqchixona istiqbolli maydonlarida grafit resurslarining izlash, baholash va qidiruv ishlari olib borilmoqda. TMK tomonidan TMK Chemicals mas'uliyati cheklangan jamiyati ham tashkil etilgan bo'lib, Navoiy viloyatining Karmana tumanida sulfat kislota ishlab chiqarishning mahalliy bazasini yaratish maqsadida sulfat kislota ishlab chiqarish fabrikasi qurilmoqda. Korxona ishga tushirilishi natijasida mahsulot qiymati yil sayin sezilarli oshib boradi. Xususan 2026-yilda 7,5 million dollarga, 2027-yilda 27 million dollarga, 2028-yildan esa 30 million dollardan ortiq darajada o'sishi kutilmoqda. TMK Smart Powder ham TMKning kukun metallurgiyasi asosida yuqori aniqlikdagi metall detallar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan innovatsion loyihasi bo'lib, mintaqada yangi texnologik yo'nalishni rivojlantirish, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan.
Loyiha amalga oshirilishi natijasida korxona ishga tushib, mahsulot qiymati izchil o'sadi. Xususan 2026-yilda 4,4 million dollar, 2027-yilda 8,3 million dollar, 2028-yildan 11 million dollargacha yetkaziladi. Sof foyda ko'rsatkichlari ham yuqori dinamikani namoyon qiladi. 2026-yilda 300 ming dollar, 2027-yilda 2,7 million dollar, 2028-yildan 3,3 million dollardan ortiq. Qisqa fursatda amalga oshirilayotgan bu loyihalar TMK tarixining boshlanishi xolos. Undan tashqari mamlakatimizning kritik minerallar sohasidagi ulkan salohiyatini global maydonga olib chiqish maqsadida Miscon mis porfirli koni, Nurlikon litiy koni, Sultonbobo koni, Daykali konini o'zlashtirish va shu kabi qator muhim loyihalarni amalga oshirish, Chirchiq va Samarqand viloyatlarida zamonaviy gidrometallurgiya zavodlarini qurish rejalashtirilgan. Toshkent va Samarqand viloyatlarida kelajak metallari texnoparkini bunyod etmoqdamiz. Kelajak metallari texnoparki milliy sanoatni yangi bosqichga olib chiqishdan global iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiluvchi ushbu loyiha yuqori texnologiyali tarmoqlarni jadal rivojlantirish, yuqori qo'shilgan qiymatli, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, xalqaro investorlar va hamkorlarni keng jalb etishga qaratilgan. Texnopark hududida 31 ta strategik loyiha tatbiq etilib, mintaqa iqtisodining kelgusi yo'nalishini belgilab beradigan katta transformatsiya boshlanadi. Xizmat ko'rsatish va infratuzilma tarmoqlarida yillik 17,1 million dollarlik barqaror daromad shakllanib, mamlakat iqtisodiyotiga moliyaviy impuls beradi. Ta'lim yo'nalishida TMK tashabbusi bilan O'zbekistonda birinchi kritik minerallar bo'yicha xalqaro standartdagi ta'lim platformasi sifatida Texnologik metallar oliy maktabi tashkil etildi. Oliy maktab Italiyaning Piza universiteti va Xitoyning Geologiya fanlar universiteti bilan hamkorlikda zamonaviy g'oyalarga ega, yangi texnologiyalarni o'zlashtira oladigan, global darajada raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlamoqda. Talabalar bu yerda nazariy bilimlar bilan birga zamonaviy geologiya, xomashyoni qayta ishlash texnologiyalari, gidrometallurgiya, mineralogiya va sanoat menejmenti bo'yicha eng ilg'or tajribalarni o'zlashtiradi. Albatta, bunday masshtabdagi kompaniya uchun global sahnaga dadil chiqib, xalqaro qiymat zanjirlariga tizimli kirib borish uning istiqbolini belgilaydigan muhim qadam. Bugungi kunda TMK ochiq va ishonchli xalqaro kompaniya sifatida dunyoning turli mamlakatlari bilan barqaror hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Kompaniya yetakchi sanoat korporatsiyalari, yirik moliyaviy institutlar va investitsiya platformalari bilan doimiy uchrashuvlar, muzokaralar va amaliy hamkorlik munosabatlarini olib bormoqda. Shu bilan birga bugungi kunda TMK AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Finlandiya, Shveysariya, Xitoy, Janubiy Koreya, Italiya, Daniya, Estoniya, Turkiya va shu kabi 15 dan ortiq mamlakatlarning 40 dan ziyod nufuzli kompaniyalari bilan ESG va barqaror rivojlanish, kritik minerallar ta'minot zanjirlari, ta'lim, kadrlar tayyorlash, sun'iy intellekt, innovatsiya, geologiya, qayta ishlash loyihalari, texnologiyalar transferi, investitsiya hamkorligiga oid xalqaro hamkorlik memorandumlarini imzolagan. Bugun ushbu hamkorliklar yanada kengayib, O'zbekiston global maydonda ishonchli kritik minerallar drayveriga aylanmoqda. Kombinat tomonidan mamlakatimizda ilk bor sofligi 99,9% reni metalli eksporti yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda TMK 9 nufuzli xalqaro assotsiatsiyaning to'laqonli a'zosi bo'lib, bu orqali TMK global standartlarni shakllantirish, ilg'or texnologiyalarga kirish va kritik minerallar bozoridagi asosiy tendensiyalarning markazida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga TMK innovatsiya va ta'lim yo'nalishida ham muhim hamkorlik aloqalarini o'rnatib kelmoqda. Bugungi kunda kompaniya jahonda birinchi raqamli universitet sifatida tan olingan AQShning MIT hamda Yevropa akademik maydonida innovatsiya va muhandislik bo'yicha flagman hisoblangan KULN kabi dunyoning top yetakchi ilmiy markazlari bilan qo'shma dasturlarni yo'lga qo'ygan bo'lib, bu orqali global fan talablariga mos ilmiy tadqiqotlar, mutaxassislar tayyorlash, yangi avlod texnologiyalarni joriy etish va sanoatda innovatsion yechimlarni tezkor tatbiq qilish imkoniyati kengaymoqda.
TMK shaffof, mas'uliyatli va xalqaro mezonlarga to'liq javob beradigan boshqaruv tizimini shakllantirmoqda. Buning tasdig'i sifatida TMK xalqaro compliance va korporativ boshqaruv me'yorlariga to'liq muvofiq ishlash bo'yicha xalqaro darajadagi sertifikatlarga ega bo'ldi. Shuningdek, TMK ekologik boshqaruv va ESG talablarini izchil joriy etib, ishlab chiqarishning barqaror va xavfsiz ekanini tasdiqlovchi atrof muhitni boshqarish bo'yicha xalqaro ISO sertifikatiga ega. Joriy yilda Tohkon va geologiya vazirligi hamda TMK tashabbusi bilan Markaziy Osiyoning eng muhim tohkon voqealaridan biri Mining Central Asia 2025 tadbiri bo'lib o'tdi. Forum haqiqiy intellektual maydonga aylanib, unda 21 mamlakatdan 200 dan ortiq diplomatlar, yetakchi xalqaro kompaniyalar, yirik investorlar va geologiya sohasining eng nufuzli mutaxassislari ishtirok etdi. Miningning global ahamiyati media makonda ham o'z aksini topdi. Tadbir tafsilotlari 22 ta xalqaro, shuningdek 50 ga yaqin mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritilib, O'zbekistonning kritik minerallar salohiyati yana bir bor jahon diqqat markaziga chiqdi. Shu bilan birga TMK o'zining xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlab, 20 ga yaqin yirik global forum va sanoat ko'rgazmalarida muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Bu ishtiroklar TMK ga global investorlar, xalqaro moliya institutlari, industrial gigantlar va yetakchi ilmiy markazlar bilan yaqin hamkorlikni kengaytirish, yangi texnologik tashabbuslarni ilgari surish va O'zbekistonni kritik minerallar bo'yicha mintaqaviy markaz sifatida tanitish imkonini berdi. Forum maydonida TMK jamoasining mehnati va yuqori salohiyati xalqaro hamjamiyat e'tirofiga sabab bo'lib, jamoa bir qator nominatsiyalar bo'yicha munosib mukofotlar bilan taqdirlandi. TMK tomonidan olib borilayotgan har bir tashabbus prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan sanoatni chuqur diversifikatsiya qilish, yuqori texnologiyalarni joriy etish siyosatining amaliy natijasidir. TMK jamoasi esa bu yutuqlarni yanada baland marralarga chorlovchi mas'uliyat va ilhom manbai sifatida qabul qilib, O'zbekiston sanoatining kelajagiga munosib hissa qo'shish va mamlakat sanoatini global maydonda mustahkam o'rin egallashi uchun qat'iy intilishda davom etadi.